Do'zaxga ko'proq tushadiganlar ayollar bo'ladi erkaklardan ko'ra. Ayollar orasidan bir xotin turib, "Nima uchun ya Rasululloh? Nimaga jahannam o'tini bo'lgani ko'proq ayollar?" deganida shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Chunki sizlar shikoyatni ko'paytirib, erlaringizni yaxshiliklarini bilmaysizlar" dedi. Ikkita narsa aytilyapti. Ko'p shikoyat qilasizlar, ko'p la'nat aytasizlar va erlaringizning yaxshiligini bilmaysizlar. Chunki sizlar shikoyatni ko'paytirib, erlaringizni yaxshiliklarini bilmaysizlar dedilar. So'ngra ketdilar. Do'zaxga ko'proq tushadiganlar ayollar bo'ladi erkaklardan ko'ra. Ayollar orasidan bir xotin turib, "Nima uchun ya Rasululloh? Nimaga jahannam o'tini bo'lgani ko'proq ayollar?" deganida shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "Chunki sizlar shikoyatni ko'paytirib, erlaringizni yaxshiliklarini bilmaysizlar" dedi. Ikkita narsa aytilyapti. Ko'p shikoyat qilasizlar, ko'p la'nat aytasizlar va erlaringizning yaxshiligini bilmaysizlar. Chunki sizlar shikoyatni ko'paytirib, erlaringizni yaxshiliklarini bilmaysizlar dedilar. So'ngra ketdilar.